Bugun O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida mana xalqaro ilmiy amaliy konferensiyamiz bo'lib o'tyapti. Mani eng xursand bo'lganim bu yilgi konferensiyamizga mana o'sha chet davlatlardan bizning do'stlarimiz kelishdi. Aynan mana Qozog'iston Milliy xoreografiya akademiyasining rektori keldi, Bibigul Nurgaliyevna. Bu ular bilan ko'p yildan beri biz hamkorlik qilamiz, juda yaxshi hamkorlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Bizning talabalar ularga o'qishga kelishadi, ularning talabalari bizga o'qishga kelishadi. Ya'ni akademik mobillik tomonidan biz bir-birimizga juda katta yordam beramiz. Keyin mana Baku xoreografiya akademiyasining rektori rektori Noilaxonim Mamedzada keldilar. Bular bilan bizning yaxshi aloqalarimiz bor. Yaqinda ular bilan bir nechta festivalda birga qatnashib, o'sha festivallarda uchrashib, o'zimizning o'zbek raqs san'atini haqida mahorat dars berdik. Ular o'zlari Ozarbayjon xalq raqsi bo'yicha mahorat darsini berdi. Mana shu birgalashib o'shani o'tkazib, keyin mana yana hozir hamkorlik sifatida endi bizning akademiyaning talabalari, o'quvchilari yoqqa borib, 1 oylik, 1,5 oylik o'sha malaka oshirishga borishadi. Ular bizga kelishadi. Mana shu yo'llarni ham yaxshi yo'lga qo'yganmiz. Yana quvontiradigan mana Moskva davlat madaniyat institutining dekani keldi, xoreografiya shu fakultetining dekani. Ular bilan bizning yaxshi hamkorligimiz bor. Bizani quvontiradigan mana o'tgan yil ular magistraturaga e'lon qilganda ularda haligi kreativniy olimpiada degan katta tanlov bo'ldi. Shu tanlovga mana bizani o'tgan yil birinchi marta bizani bakalavriat yo'nalishini bitirgan talabalarimizdan 6tasi Moskva davlat madaniyat instituti magistraturasiga kirishdi. Hammasi grantga kirishdi. Bu bizani juda quvontiradi. Nima deganda shu bolalarimizni ertaga ularda uyda o'qib kelsak, ularning bilimlarini ko'rib, ularning ishlarini ko'rib, ularga o'qishda qo'llanilgan yangi innovatsiya yo'nalishlarini ko'rib, o'shalarni bizning akademiyaga ham olib keladi. Men ko'p marta gapiraman, talabalarga ham, o'qituvchilarga ham, mana shunaqa chet elga biz borganimizda, festival, konkurslarda qatnashganimizda faqatgina biz mahorat bermay, ularni ham raqslarini ko'raylik, ularni qilayotgan ishlarini ko'raylik, o'rganaylik, ularning tajribalarini, ular qilayotgan yangi yo'nalishlarni, o'shalarni o'rganib bizga ham kiritaylik. Nima deganda prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan shu vazifa qo'yilgan hozir. Ta'lim sifatini kuchaytirishimiz kerak. Yangi bo'layotgan izlanishlarni ta'limga olib kirishimiz kerak. O'shanda ta'lim sifati kuchaytiriladi. O'shanda biz yaxshi mutaxassislarni chiqaramiz. Asosiy vazifamiz shu. Raqs san'atida yaxshi mutaxassislar bo'lsa, dunyoda bizning raqs san'atimizni targ'ibot qilsa, biz shunda xursand bo'lamiz.